qo'lingni ko'tar. Bir-biridan sovuq qurollar bilan elchixonaga to'g'ri kirib kelgansiz. Jumboqlarni sevasizmi deyman. Hurmat izlaringizni barcha manbalarga yubordim. Keyin nima topdik dersiz? Hech nima. Avval ismingizdan boshlasak. 47. Bu ism emas. Mayli. Unda kimsiz? Qotil. Oilangizni sevasizmi? Meni qo'ya turing, o'zingizdan gapiring. Bu hayot va mamot masalasi. Xo'sh, ularni sevasizmi? Yaxshisi, meni qo'yib yuboring. Menga qarang, janob 47 yoki yana allam balo. Hadingizdan oshmang. Yodingizga solaysiz, men bilan bir kameradasiz, qurol esa menda. Yo'q, siz men bilan kameradasiz va menga qurol keltirgansiz.